Assalomu alaykum, dunyo yaxshimisizlar? Keyin Ankaradagi so'zlar, ya'ni tez poyezdniki qarindoshlar. Men necha yildan oldida Xitoydan tez suratli poyezd kelgan vaqtida mana o'sha yerda Xitoyniki poyezdni oldin to'sish uchun bir qo'limda Turkiyaning bayrog'i, bir qo'limda vatanimizning bayrog'ini ko'tarib turib, Xitoydan kelgan bilan to'xtatilsin, Xitoydan kelgan bilan Xitoy qaytarilsin, Xitoy bilan Turkiyaning tijorati Turkiyaga ham bizning da'vosi zarar berdi deb chaqiriq qilgan ekan qarindoshlar. O'zim yolg'iz bu yerda 500 dan jiq Xitoylar va Turkiyadagi ba'zi boshliqlar ekilish qilgan edi. Men shu qizil trenni to'sgan vaqtimda meni Turkiyaning soqchilari olib kirib so'rab qo'ygan edi. Bu butun torlarda, xabarlarda chiqqan edi. Balki bu unutilib ketgan bo'lishi mumkin, ammo men hargiz unutmayman. Mana shu qizil trenni oldi kelsamdan bu yerda bir keldim. Mana shu chog'da biz haqli chiqdik qarindoshlar. Butun Uyg'ur qo'rqib Xitoydan kelgan qizil tren to'xtamagan vaqtida mana biz trendan oldi o'zimizni etib oldiga chiqib trenni to'xtatgan 500 ga Xitoy bir Uyg'urdan qo'rqib chiqayotgan qarindoshlar, har yer qochib ketgan qarindoshlar. Türk xalqi Türk saqlab hayron qolgan. Bir Uyg'urdan buncha qo'rqaydigan Xitoy qanday Uyg'urlarni Sharq Turkistonni ishg'ol qilganda deb necha hafta bir-biridan savol so'rashgan qarindoshlar. Mana biz haqliq chiqdik. Mana shu Xitoydan kelgan tren ta Yevropagacha, Turkiyaga, O'rta Osiyoga birinchi o'lab o'zining yo'g'o semiz qashqalarini tarqatib qarindoshlar. Ikkinchi o'lab Xitoyning virusi shu tren kelgandan keyin boshlab butun dunyoga bosh balo bo'ldi qarindoshlar. Hamda bu virusdan keyin Xitoyning uyg'on aşısı, bu aşının da'ni tortildi. Butun xalqaro shu aşını ijod qilganlar hozir sudda mahkamaga berildi qarindoshlar. Bu aşının inson bedeni imtihan cho'ng ziyoniga bog'liqini butun dunyo to'lib ketdi qarindoshlar. Biz Xitoydan kelgan aşıga qarshi chiqqan edik. Buning qarshi tunji ulab so'z qilgan odamlar qarindoshlar. Xitoyning aşısini olmanglar, shuni virusidan qutuldim deganini o'ylab, undan cho'ng virusga giribtor bo'lgan qarindoshlar. Xitoyning o'g'an bu virus insonning badaniga taqab, ya'ni bu aşı qayda bo'ladi? İnsonninki zulm bo'lgan qarshiligini, Xitoyga bo'lgan qarshiligini, haqiqatga bo'lgan, ya'ni haqiqat parvarligini yo'q qilyapti qarindoshlar. İnsonning kundan kunga o'tadi. Ayollari, qizlar yalang'och yursa, uni kori olmaydigan. Cho'ng ishlarga hech qanday olmaydigan. Hatto bularni Turkiyada Xitoyga qarshi zolim zulm qarshi turk qarindoshlarimizni Uyg'urlarni ozlab ketdi. Xitoy aşıgan har qanday odamni Xitoyga qarshi chiqayotgan qarindoshlar. Bu nimga o'xshaydi? Amerikaning bir aeroplani bor qarindoshlar. Butun xalqaro sotdi, ammo lekin Amerikaga qarshi aeroplan bilan urushgan bo'lishdi. Amerikaning ba'zi qurollarni Amerikaga qarshi vaqtilolmaydi. Nima uchun qarindoshlar bilamsizlar? Chunki Amerika shuning ichki sistemini qilgan. Mana bu Xitoyning bo'lgan bu aşısı Xitoyga zolimga zulmga insonning qarshiligini ko'rsatdi qarindoshlar. Buningda cho'chqaning badanidan elangan bir ilmit bo'lib, cho'chqa payg'ambarimizning hadisiga ro'yxatga asosan cho'chqa insonning kullish nemisini, insonningki ya'ni endi odamni qarindoshlar mandash qilib davizlashtirib qo'ygan. Cho'chqa shuncha yegan odam daviz bitgan qarindoshlar. Shunga o'xshash shu aşını o'g'an odam daviz bo'lgan. Ayollardan, bolalardan, qizlardan kullamaydigan. Ochiqchidan, yalang'ochchidan, talada yot arli bo'lgan hech qanday kor olmaydigan bo'ladi ekan. Mana bu ish nima? Vatanni zulm qilgan Xitoyni kullamaydigan. Vatanni mustaqil qilay demaydigan. Xitoyni vatandan qo'g'lay demaydigan. Mustaqil yashay demaydigan. Shu ideya akib qo'ygan qarindoshlar. Shu nurg'un Uyg'urlarning kallasi qululab ketgan, kallasi Xitoyga singib ketgan. Xitoy olmasa yashamaydi. Xitoy olmasa bo'lmaydi, Xitoy xoin bo'lib ketgan. Shunga Xitoyniki har qanday qarashtiraylik. Xitoyning melni olmaydi. Xitoyniki mush aşıgan butun qarindoshlar balki men bir qancha yil o'tgandan keyin bu aşıdan ta'sir tugaydi. Bundan keyin asla o'zingizga aşı urg'izmanglar. Ha? Xitoyning tijoratini butun dunyoda vayron qilish kerak. Xitoy puli bilan tik turg'ilib, puli tugab qolsa Xitoy tugaydi. Butun dunyoda Xitoyning iqtisodini yo'qotishni hammamiz tirishaylik. Uyg'ur masalan.